Mamlakatimizda ta'lim muassasalaridagi bolalar harakati sardorlar faoliyatini yo'lga qo'yish hamda bolalar bilan ishlash samaradorligini yanada oshirish, xususan, bolalarning vatanparvarlik, liderlik qobiliyatini namoyon qilishga, notiqlik mahoratini oshirishga qaratilgan bolalar harakati sardorlar saylovi bugun Do'stlik tumanida o'tkazildi. Bunda tumandagi barcha umumta'lim muassasalaridan kelgan sardorlar 9 ta yo'nalishda o'z dasturlari bilan ishtirok etishdi. Har bir yo'nalishda ishtirok etgan qatnashchilar o'z yo'nalishida tumandagi barcha bolalarni harakat atrofida birlashtirish, tengdoshlari orasida ajralib turishlari, o'z ustida ishlashi, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalana olishi, loyiha doirasida yana qanday imkoniyatlarni yarata olishi borasida o'z fikrlarini amaliy va nazariy bayon etishdi. Saylov yakuniga ko'ra hakamlar hay'ati tomonidan har bir yo'nalishda munosib ko'rilgan yosh sardorlar tanlanib, tuman sardorlari etib saylandi. Shuningdek, tadbir so'ngida g'oliblikni qo'lga kiritgan yoshlar tashkilotchilar tomonidan ishonch yorlig'i va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Ustozlar yo'nalishi sardoriman. Bugungi kunga keladigan bo'lsak, juda raqobat kuchli bo'ldi va birinchi o'rinni oldim. Tuman yo'nalishi bo'yicha ustozlar sardori bo'ldim. Kelajakda o'sha viloyat, respublikani ham qo'lga kiritish va tumanni yanada rivojlantirib ko'tarish. Men hozirda bugungi bo'lib o'tgan tadbirimizda Qizlar akademiyasi yo'nalishi bo'yicha tuman sardori bo'ldim va bizda tadbirimiz juda ham qiziqarli kechdi va keyinchalik esa Jizzax viloyat bosqichlarida ham tumanimiz nomini, sha'nini munosib himoya qilishga harakat qilaman.